maza qilsin, uy bor Buxarani obunachilari maza qilsin. Nima uchun, nimadan maza qilaylik desangiz, etajdan maza qiling. 4 etajli panelli domning 2-etajda joylashgan. Lokatsiyadan maza qiling. Pridaskir shundoqqina Rusalkaning orqasida joylashgan. Narxidan maza qiling. Narxi oxirida bo'ladi. Hozir proyektni tanishtirishni boshlayman. Ayni damda uyning zal qismida turibman. Uyda o'zlar yashab turiblar. Fayzli, barokatli. Mana bunday balkonlari ham mavjud. 57 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda, mana bu yer asosiy kirib chiqish eshigi. Mana bu yerda to'rda uyning kladovkasi joylashgan. Bu esa uyning ikkinchi xonasi. Ko'rishingiz mumkin. O'zingiz uchun remont qilib, maza qilib yashayman deganlar uchun zo'r kvartira, etaji zo'r, lokatsiyasi zo'r. Uyning sanuzellari alohida. Hojatxonasi, unitazlari almashtirilgan. Bu esa uyning yuvinish xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda akkuratni qilib o'tirib ovqatlanish uchun zona taxlab qo'yganlar, pistolet balkon. Nima uchun bu proyektni pistolet balkonli uy deyshadi? Kommentariyaga yozib qo'ying. Xo'p, bu yerda esa uyning oshxonasi. Ushbu kvartiraga $31,500 so'rashmoqda. Yana ozgina kelishadigan joy bor. Qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib kelaverasiz.